bilan birinchi sodamiz bu yil. Abzuni mana keldi, hamma oqtar beradi. Bu Abzuni neft aka. Ke bismillahirrohmanirrohim. Jicha zazor qo'yasiz, ishni yurgizamiz, ketsin bu. Bunda 60 beraman. Ha? Bitta aytaman, aka, aqabaqa qilma, 45 ming beraman. 47 ming sotildi kuchliga. Kuchli bu ya. Bo'pti, o'sha narxda oldim meni. Abzuni 47 mana tirik guvoh, mana shu bolalar eng to'g'ri qimmat sotadigan bolalar sizlarda. Beringlar bundan olib. Yashardagini shunga zo'r chiroyli. Bitta mujiylik qil ish bor. Ber 47 ber o'g'il bola. O adashiman berdi. Yo'q, bo'ldi gapi. Beraman aka. Xursandmisan? Hojiboy yaxshimi? Bog'chalar bityaptimi? Bityapti aka. Hammasi bo'yapti. Xursandmisan aka? Xursandmisiz? Bitta o'g'il bolali qilarsin, qiynalmay 47 ming naqd bo'ldi aka. Shunga borasiz. Qo'shib bo'ldi dangal. Bitta o'g'il bolali qil. Beraman dangal aka. Ber bitta mujiylik qil. Ber o'g'il bola. Uyatda. Ko'ryapsiz, pirammi aka? Gap yo'q. Bertam yo'q. Ya qo'shing aka, oy aka. Bitta mujiylik qil. Bo'ldi. Al 6 oy Alloh qo'ysa sezonimiz bor. Asal qilib aka ishlaymiz. Sen de barakani beringlar, ishqi bo'lmayapti aka, qiynalib ketdi. Siz qiynaldingiz. Xursandmisan mushik? Qo'shing, Xursandmisan? qo'shing aka. Der. To'ppa to'g'ri olib. Unga yo'q. Yo'q. Kim? Mana siz o'riydi bari. Eng qimmati bo'ladi. Yaxshi bo'lyapti. Yo'q. Undan olalimi? Abduni qiynalama. Mana shu oxirgi. Qiynalama, bilaman yukingni. Qiynalama o'g'il bola. Mana shu tutga. Qiynalama. Qiynalama ber, sen foyda qilaylik. Qo'shing ozgina bo'ldi. De, qadrimiz yo'qmi? 48 beraman, 1000 so'm. Aka.